e'tibor qilamiz. Nuklein kislotalar yuqori molekulli birikmalardan polimerlarni, yani biopolimerlar deb uchtasini aytgan edik. O'zi makromolekulalar 4 ta edi: oksil, yog', uglevod, nuklein kislota. Ana shu 4 tasidan 3 tasi biopolimer edi. 3 donasi biopolimer edi. Bu biopolimerlar uglevodlar, ya'ni polisaxaridlar, monosaxaridlardan tashkil topganligi uchun, keyin oksillar, aminokislotalardan tashkil topganligi uchun, nuklein kislotalar bugungi mavzu. Hozir ko'radiganimiz ana shu 3 tasi. Ikkitasidan xabarlaringiz bor, 3-inchisidan hozir xabar beryapsizlar. Nuklein kislotalarni polimer deyishimizning sababi monomerlardan iborat. Monomerlari nukleotidlardan tashkil topgan bo'ladi. Birinchi nuklein kislota nima? Shu haqida gapirib o'taylik. Nuklein kislotalarni dastlab o'zi nima uchun nuklein kislota deb nomlangan bu narsa? Nuklein so'zi bor, kislota so'zi bor. Kislota xususiyatiga ega bo'lganligi uchun, ya'ni tarkibida kislota borligi uchun kislota deyiladi. Nuklein deb nimaga aytiladi? U qayerdan topib olinganligiga qarab aytiladi. Masalan, uni birinchi bo'lib kim Nisher degan o'g'li leykositlar yadrosidan ajratib olgan, yadrodan dastlab nuklein kislotalarni ajratib olgan, lekin yadrodan tashqari boshqa joylarda ham bo'ladi nuklein kislota. Lekin birinchi bo'lib yadrodan ajratib olganligi uchun yadroni lotincha nomi nukleus edi. Shunaqami? Nukleus yadro degan ma'noni bildiradi. Shuning uchun nuklein kislotalar yadrodan topilganligi uchun nuklein, tarkibida kislota borligi uchun kislota so'zda aytiladi. Ya'ni fosfat kislota bor, hozir uni tuzilishini o'rgangan paytimizda bilib olasizlar. Xo'sh. Demak, nima uchun nuklein kislota deb nomlanganligini bildik. Nuklein kislotalarga nimalar kiradi? Ikki xil bo'ladi. DNK, RNK deb aytamiz qisqachasini. Dezoksiribonuklein kislota, ribonuklein kislota. Dezoksiribonuklein kislotani DNK deb qisqartma qilib aytamiz, ribonuklein kislotani RNK deb qisqartma qilib aytamiz. Ana endi nima uchun dezoksiribonuklein kislota, nima uchun ribonuklein kislota deyiladi? Ana dezoksiribo bilan ribo nuklein kislota. Dezoksiribonuklein kislota nima uchun deyilishini tushundik. Ribonuklein kislota, ya'ni dezoksiribo nima uchun, ribo nima uchun aytiladi? Hozir ko'rib o'tamiz shuni. DNK va RNK ga bo'linar ekan nuklein kislotalar. DNK ni aytamiz birinchi. DNK bu qo'shaloq zanjirli hisoblanadi. Birinchi DNK ni ahamiyatini aytaylik. DNK ni ahamiyati katta deb aytib o'tgan. Ular oksil biosintezda va irsiy axborotda sindirmaslikka o'tishda muhim ahamiyatga ega deb aytib o'tgan. DNK ni qanday qilib oksil sintezlashi va nima uchun oksil sintezlashi ahamiyatga ega ekanligini oksil biosintezi degan mavzu bor. Keyingi bobni oxirroqga o'sha payt ko'ramiz. Demak, oksil biosintezi va irsiy axborotni nasllamasligi o'tishda muhim ahamiyatga ega ekan. Demak, DNK barcha tirik organizmlarda irsiy axborotini nasllamasligi o'tishini ta'minlaydi. Ya'ni qaysidir organizmdan hosil bo'lgan yangi organizm aynan o'shanga o'xshash, ya'ni o'shanga xos belgilarni namoyon qilishi DNK ga bog'liq hisoblanadi. DNK qo'shaloq spiral hisoblanadi. Qo'shaloq spiralni bir-biriga buralib joylashishdan hosil bo'lgan. Mana shunday ikkita spiraldan iborat desak, mana shu ikkita spiral, ana bu ham polimer, mana bu ham polimer. Tushunarlimi? Nukleotidlardan tashkil topgan va nukleotidlardan tashkil topgan. Hozir nukleotid nima tushunib olasizlar. Mana shu qo'shaloq zanjirli DNK biz aslida o'sha to'g'ri joylashmagan bo'ladi. Mana bu ikkalasi bunday buralib joylashgan bo'ladi. Ikkalasi mana bunday buralib joylashgan bo'ladi. Tasavvur qilingizlar. Agar tasavvur qilmoqchi bo'lsangiz juda ham keyingi betga boraman. Ikkinchi rasmga qo'shaloq spiral leykada o'sha bunday buralib joylashyapti. Tushunarlimi? Bu sxematik qismasi. Haqiqiy qismasiga ko'rmoqchi bo'lsangizda kitoblaringizning yuziga bor mana. Ikkita lenta bunday buralib ketganmi ko'rdingizmi? Lentachaga o'xshaydi. Tushunarlimi? Mana shunday joylashgan. Lekin biz ana shu buralib joylashgan DNK spiralni to'g'ri qilib chizamiz. Buralib o'tirmaymiz. Shuni o'rganish uchun mana shunday tarzda chizib olamiz. Xo'sh. Birinchi zanjir ham polimerdan iborat, ikkinchi zanjir ham polimerdan iborat. Yaxshilab e'tibor qilamiz. Bu ham polimer, bu ham polimer. Sababi monomerchalari bor buni ham monomerchalari bor. Tushunarlimi?
Monomeri nima bunday tarzda belgilab olsak, adeninli monomeri nukleotidlardan iborat bo'ladi. Tushunarlimi? Nukleotidlardan. Qanaqa nukleotid nomini o'zi keyinchalik aytamiz. Ana shu monomerlar nukleotidlar yani. Mana shu qo'shaloq zanjiri DNKni bir zanjir bilan ikkinchi zanjir orasidagi masofani aytgan. Qancha ekan bu masofa? Masofa qancha ekan? 0.4 emas. 2 nanometr. 0.4 boshqa narsa. Hozir aytamiz uni ham. Demak, mana bu zanjir bilan mana bu zanjirning orasidagi masofa 2 nanometr ekan. 0.4 sizlar aytgan narsa bu nukleotid bilan bu nukleotidning orasidagi masofa. Tushunarlimi? Bu bilan buni orasidagi masofa, bu bilan buni. Mana shunaqasi. Demak, nukleotidlardan iborat desak, bu zanjirni polinukleotid zanjir deymiz. Bu qanaqa zanjir? Bu ham polinukleotid zanjir. Tushunarlimi? Poli degan ko'p. Ko'p nukleotidli zanjir, ko'p nukleotidli zanjir. Demak, ikkita polinukleotid zanjirdan tashkil topgan ekan DNK. Ikkita qo'shaloq zanjiri DNK bir-biri bilan qanday bog'lanib bo'ladi? Bu nukleotid bilan bu nukleotid, bunisi bilan bunisi, bunisi bilan bunisi bir-biri bilan shunday bog'lanib turganligi uchun o'zi bu qanaqa bog'lanishdan aytamiz. Ajralib ketmaydi bir-biridan. Tushunarlimi? Xo'sh. Endi nukleotidlar haqida gapiramiz. Bir dona nukleotidning tuzilishi haqida gapiramiz birinchi. Bir dona nukleotidning tuzilishi. Har bir nukleotid 3 ta tarkibiy qismdan tashkil topgan. 3 dona tarkibiy qismdan tashkil topgan har bir nukleotid. Fosfat kislota, uglevod va azot asosi. Fosfat kislotani P tarzida belgilab olyapmiz. Uglevodni U tarzida, azot asosini A tarzida belgilab olyapmiz. Demak, bir dona nukleotidning tuzilishi mana. Tushunarlimi? Fosfat kislota, uglevod, azot asosidan tashkil topgan. Mana shu nukleotid deyiladi. Ana endi bu nukleotidning nomi bor. Mana bu nukleotidning nomi bor. Nukleotidning nomi fosfat kislotaga, uglevodiga qarab aytilmaydi, azot asosiga qarab aytiladi. Chunki, qaranglar. Mana bu nukleotid bilan mana bu nukleotidni bir-biri bilan solishtiradigan bo'lsak, ikkalasiga ham fosfat kislota bor, ikkalasiga ham uglevod bor. Demak, bu nukleotidlar bir-biri bilan o'xshar ekan, ikkalasiga ham fosfat kislota va uglevod borligi bilan. Tushunarlimi? Uglevod borligi, fosfat kislota va uglevod borligi bilan. Azot asosi ham bor ikkalasiga ham. Lekin bittasiga azot asosi boshqa, ikkinchi azot asosi boshqa bo'ladi. Demak, nukleotidlar bir-biri bilan nimasi bilan farq qilar ekan? Fosfati bilanmi? Yo'q, ikkalasiga ham bo'ladi. Uglevodi bilanmi? Yo'q, ikkalasiga ham bo'ladi. Ya'ni hammasida bo'ladi deymiz. Azot asosi bilanmi? U ham hammasida bo'ladi, lekin azot asosi 4 xil bo'ladi. Mana shu azot asosini A tarzda belgilab oldik-ku. Azot asosi deb qaraydigan bo'lsak, adenin, guanin, histazin, timin. Histazinni C tarzdan bunday ham belgilab qo'yiladi. Tushunarlimi? Lekin biz guaninni bunday bizani G harfimiz bunaqa ekanligi uchun C bilan qo'shilib qolmasligi uchun bunaqa qildik. Farqi yo'q aslida. Xo'sh, demak, bir dona nukleotidning tarkibida azot asosi bor ekan, azot asoslaridan yoki adenin, yoki guanin, yoki sitozin, yoki timin bor. Tushunarlimi? Mana shular bilan farq qilar ekan. Shuning uchun biz nukleotidni nom beramiz fosfatiga yoki uglevodiga qarab emas. Chunki hamma nukleotidda bor narsa azot asosiga qarab nomlaymiz. Hozir ana bu azot asosimiz adenin bo'lsa, ana bu nukleotidni adeninli nukleotid deymiz. Demak, nukleotidni nomlashga azot asosiga qarab aytar ekanmiz. Guanin bo'lsa, guaninli nukleotid, sitozin bo'lsa, sitozinli nukleotid, timin bo'lsa, timinli nukleotid deb aytamiz. Tushunarlimi? Xo'sh, ana endi uglevoddan nima bo'ladi? DNKni qarayapmiz. DNKni nukleotidini o'rganyapmiz. RNKni hali endi o'rganamiz. DNK, tushunarlimi? Uglevodi
dezoksiriboza. Uglevodidan ana bu harfiga dezoksiriboza bo'ladi. Eslarga biz uglevodlarning ustiga pentozalarga riboza va dezoksiriboza kiradi deb aytgan edik. Shunaqami? Riboza va dezoksiriboza. Uglevoddan dezoksiriboza uchraydi. Tushunarlimi? Mana shu uchun DNKning to'liq nomi dezoksiribonuklein kislota edi, ha? Dezoksiribonuklein kislota. Dezoksiriboza borligi uchun dezoksiribonuklein kislota, ya'ni DNK deb aytamiz. Tushunarlimi? Xo'sh. Fosfat kislotasiga esa H3PO4 bo'ladi. Tushunarlimi? Demak, ana shu polimer zanjirni hammasida dezoksiriboza bo'ladi, ya'ni monomerlarning tarkibida. Hammasida H3PO4 bo'ladi. Endi bo'g'oz qilishda nimalarnidir yo'qotgan bo'lishi mumkin. Fosfat kislota bo'ladi. Azot asosiga esa 4 xil narsa bor ekan. Tushunarlimi? Mana bular bilan mana bular hammasida borligi uchun azot asos nukleotidlarning nomi azot asosiga bog'liq. Adenin nukleotid, guanin, sitozin, timin nukleotid. Tushunarlimi? Demak, nukleotidning nomini biz azot asosiga qarab aytamiz. Endi azot asoslarini o'zaro solishtiradigan bo'lsak, biz katta kichikligi bo'yicha adenin bilan guanin o'lchami jihatdan deyarli teng, tushunarlimi? O'lchami jihatdan teng. Sitozin bilan timin teng bo'ladi. Ya'ni purin pirimidin. Kitoblarimizga aytmagan buni. Unisonga aytgan bo'lish kerak. Azot asoslari 4 xil-ku. Purin asoslari bor, pirimidin asoslari bor. Tushunarlimi? Purin asoslari, pirimidin asoslari. Purin asoslari adenin va guanin kiradi. Pirimidin asoslariga sitozin va timin. Demak, adenin bilan guanin, sitozin bilan timin. Tushunarlimi? Endi sal-pal xabar bo'lganlar boshqacha o'ylashi mumkin. Biz hozir adenin bilan guanin teng dedik. O'lchami jihatdan yoki massasi jihatdan. Sitozin bilan timin teng dedik. Lekin adeninning qarshisida timin bo'ladi, sitozinning qarshisida guanin bo'ladi deganlar, ular teng-ku, ular teng emas deb o'ylayotgan bo'lishi mumkin. Biz massasi jihatdan yoki formulasi jihatdan aytamiz. Formulasi jihatdan. Buni ximiyadan, formulasidan xabarlash bor. Hamma bir narsa bor edi, eslaringizda bo'lsa. Bor edimi shunaqa narsa? Eslaysizlarmi? Mana bunaqa narsa bor edi. Mana Mana bu narsa purinning tarkibi, adeninning ham guaninning tarkibida xuddi mana shu narsa bor. Faqat mana bu yoqqa, mana shu joylariga nimadir bor yoki yo'qligiga qarab farq qiladi adenin va guanin. Mana shu qism bor. O'lcham jihatdan o'xshash deganimiz shu. Purin asosi mana shu. Bu shart emas sizlarga hozir. Unisning formulasini berib qo'ygan. Pirimidin asosi mana bunday tarzda ifodalangan. Tushunarlimi? Sitozin bilan timin ana bu yoqqa yoki ana bu yoqqa yoki ana bu yoqqa nimadir bor yoki yo'qligiga qarab bir-biridan farq qiladi. Tushunarlimi? Bu formulalar shart emas hozircha sizlarga. Lekin nima uchun o'lcham jihatdan teng degan savolga javob tarzini qisqacha aytdik. Demak, purin asoslariga adenin, guanin, sitozin bilan timin esa pirimidin asoslariga kirar ekan. Xo'sh. Ana endi DNKning tuzilishini qaraydigan bo'lsak, bog'lar haqida gapiramiz va nukleotidlar qanday joylashishi. Qay tarzda joylashishini chizmasini hozir chizamiz, lekin undan oldin bitta narsani aytamiz. Qaranglar. Agar ana bu nukleotidimiz adeninli nukleotid bo'lsa, A deb belgilanadi. A deb belgilaganimiz adenin deyotgan bo'lamizmi yoki adeninli nukleotid deyotgan bo'lamizmi? Adenin deyotgan bo'lmaymiz. Adeninli bor bo'lgan nukleotid, ya'ni adeninli nukleotid deyotgan bo'lamiz. Tushunarlimi? Agar qo'shaloq zanjirda
birinchi zanjirda adenin bo'lsa, uni qarshisida yana bitta nukleotid bo'ladi. Bu nukleotid har doim timin bo'ladi. Adeninning qarshisida har doim timin bo'ladi. Agar timin bo'lsa, qarshisida har doim nima bo'ladi? Adenin. Tushunarlimi? Demak, qarang, adenin nima asosi? Purin asosimi, pirimidin asosi? Ha? Purin asosi. Timinchi? Pirimidin. Tillarni o'rganib bo'lguncha sekin o'qiyapsizlar. Demak, purin asosi qarshisida har doim pirimidin asosi bo'ladi. Tushunarlimi? Har doim. Pirimidin asosi qarshisida har doim purin asosi bo'ladi. Yoki adeninning qarshisida doim timin, agar bu guanin bo'lsa, doim sitazin bo'ladi. Guanin nima asosi? Purinmi, pirimidinmi? Purin. Sitazinchi? Purimidin, pirimidin. Demak, qarang, purin, pirimidin. Purin, pirimidin. Yoki pirimidin bo'lsa, purin bo'ladi. Ya'ni adeninning qarshisida doim timin, guaninning qarshisida doim sitazin bo'ladi. Va bular qanday bog'lanadi? Vodorod bog' orqali. Vodorod bog' degani, qaranglar. Hozir sizlar yaxshilab e'tibor qilamiz. Mana bunaqasiga uzishlar qiyin. Bunaqasigida o'rtasini nima qilish oson uzish. Qanday tasavvur qilar? Qanaqadir materiallar borku, qanaqasiga shunday qilsangizlar uzib bilasiz, lekin bunaqasiga uza olmaysizlar. O'shanaqa materiallar bo'lishi mumkin yoki shunday tarzda tushunsak bo'ladi. Qaranglar. Ana bu bog'lar haqida keyinroq gapiramiz. Birinchi mana shu birinchi zanjir bilan ikkinchi zanjir orasidagi bog' haqida gapiramiz. Adeninning qarshisida timin bo'ladi va ular doimo ikki dona vodorod bog' bilan bog'lanadi. Doimo ikki dona vodorod bog' deyiladi bu. Guaninning qarshisida sitazin bo'ladi, bular orasida doimo 3 dona vodorod bog' bo'ladi. Timin sitazinning qarshisida nima bo'ladi? Guanin vodorod bog'i 3 ta. Adenin timin orasida vodorod bog'. Demak, mana shunday tarzda purin va pirimidin yoki pirimidin bilan purin asoslari bog'lanib, ular spiral-simon ko'rlik yuzaga keladi. Biz teoriya qilib istayapmiz. Tushunarlimi? Sizlar adeninning qarshisida doimo timin borligini, guaninning qarshisida doimo sitazin yoki timinning qarshisida doimo adenin, sitazinning qarshisida doimo guanin borligini bilishlari shart. Nima uchun shart? E'tibor qilamiz, nima uchun shart? Chunki DNKdagi jami nukleotidlar 100 ta bo'lsa, yaxshilab eshitdingizmi? 100 ta bo'lsa, masala uchun kerak. Jami 100 ta bo'lsa, endi 100 tadan ko'p bo'ladi, milliontagacha bo'ladi bu aslida. Qanaqa qilib 100 ta bo'lsa, adenin 20 ta. Adenin 20 ta deydi. Timin nechta bo'ladi o'sha? 20 ta. Tushunarlimi? Demak, DNKning qaysi bir nukleotidi adenin bo'lsa, doimo qarshisida timin bo'ladi. Adeninlar yig'indisi 20 ta bo'lsa, timin ham 20 ta bo'ladi. Shundaymi? Demak, adenin bilan timin nechtadan bo'ldi? 20 tadan, ya'ni 40 ta bo'ldi. 100 tadan 40 tasi bu ikkalasi ekan. Qolgan 60 tasi bu ikkalasimi? Nechtadan bo'ladi bular? 30 tadan. Tushunarlimi? Soni teng ekanligini bilgan holda jami nukleotidlar ma'lum bo'lsa, bittasi ma'lum bo'lsa, hammasini bilish mumkin. Masala uchun kerak bo'lgan joylar mana shu. Yoki vodorod bog'lari orqali masalaga aytish mumkin. Tushunarlimi? Yoki ham bunday qiladi. Qo'shaloq zanjirli DNKni bitta zanjir nukleotid ketma-ketlik beradi. Adenin, guanin, sitazin, timin, adenin va hokazoga qator qilib beradi. Shu DNK zanjirini sherigini toping deydi. Sherigini toping deydi. Biz shu sherigini topish uchun nima qilamiz? Adenin bo'lsa qarshisida okligina, adenin, timin, sitazin, timin, guanin. Shuni sherigini toping deydi. Sherigini topish uchun biz buni adenin qarshisida doim nima bo'lishini bilamiz. Timin deymiz. Yo'qacha. Adenin. Chunki timinning qarshisida doim adenin qarshisida timin. Tushunamizmi yo'qmi? Sitazinning qarshisida guanin, yo'qacha. Guanin yo'qacha. Mana shu javob bo'ladi. Bizga mana buni berib, qarama qarshisidagi sherigini toping degan savol bo'lsa, shunday qilib qarama qarshilikni bilgan holda aniqlaymiz. Tushunarlimi? Bu nima degani? Ana shu narsa komplementarlik deyiladi. Komplementar degani adeninning qarshisida doimo timin, yoki timinning qarshisida doimo adenin, yoki guaninning qarshisida sitazin, sitazinning qarshisida guanin bo'lishi doimo bo'ladi. Komplementarlik deyiladi ana shu.
DNK'ni bitta zanjiriga ikkinchi zanjir komplementar deyiladi. Bir-biriga mos deyiladi shu. Tushunarlimi? DNK'ni mana shunaqa tuzilishlarni Watson va Crick degan olimlar kashf qilgan ekan. Tushunarlimi? Ya'ni aniqlagan mana shunaqa tuzilishga ega ekanligini. Xo'sh. Endi nukleotidlarni aytdik. Ana bu orasidagi bog'larni aytdik. Tushunarlimi? Endi bir nukleotid bilan ikkinchi nukleotid orasidagi bog' haqida gapiramiz. Bir nukleotid bilan ikkinchi nukleotid orasidagi bog'. Undan oldin shu vodorod bog'idan qaytib aytaylik. Hozirgi 100 ta. 100 tani nechtasi bu dedik? 20, 30, 30. Mana shu dengdagi vodorod bog'lar sonini so'raydi. Bu yoqqa qarab e'tibor qilib o'tiramiz. Vodorod bog'lar sonini so'rasa agar, qaranglar. Bu 20 ha? Bu 20 ha? Ikkalasi 40 mi? Bular orasidagi vodorod bog'ini topish uchun 40 ni 2 ga ko'paytirish kerakmi yoki 20 ni 2 ga ko'paytirish kerakmi? Ha? 40 ni 2 ga ko'paytirish kerak ha? Tushunaymi? Yo'qda. Qaranglar. Ana bu ikkita, bu 20 ta. 20 kira 2 mi yoki 20 kira 2 bilan 20 kira 2 ni qo'shamiz deysizlar-da, 40 ni 2 ga ko'paytiramiz deganlarimiz. Yo adenin, yo timin. Bittasini 2 ga ko'paytirganimiz yetadi. Tushunarlimi? Yoki buni, yoki buni. Demak, 20 kira 2 nechi? 40. Bu 30 ta 30 deydimi? 60 ta 3 ga ko'paytiramiz, bu 30 ni 3 ga. Qaysi 30 ni? Bu 30 ni yoki bu 30 ni? Farqi yo'q. Tushunarlimi? Demak, 20 kira 2 40, 30 kira 3 90. 90 bilan 40 nechi? 120. 120 ta vodorod bog'i bor ekan deb topamiz keyin. Tushunarlimi? Vodorod bog'ini topishni tushundingmi? Vodorod bog'larini topish qachon muammo emas. Qachonki DNKdagi nukleotidlarning soni aniq bo'lsa, tushunarlimi? Yo adenin yo timin soni 2 ga, yo guanin yo sitozin sonlari yig'indisini 3 ga ko'paytirib qo'shamiz. Jami vodorod bog'i shuncha deymiz. Tushunarlimi? Masalan, uchun kerak bo'lgan joylar mana shu bo'ladi. Endi nukleotidlar orasini aytamiz. Bu nukleotid bilan bu nukleotid orasida bog' ana shu bog' fosfodiefer bog' deyiladi. Fosfodiefer bog'. Tushunarlimi? Fosfodiefer bog'. Fosfodiefer bog' haqida gapiramiz. 1, 2, 3, 4, 5 ta nukleotidmi? 5 ta nukleotid. Fosfodiefer bog'larni sanaymiz. 1, 2, 3, 4. Nechta ekan? 4 ta. Demak, qo'shaloq zanjiri DNKda nechta fosfodiefer bog' bo'ladi? Agar jami nukleotidlar 10 ta bo'lsa, mana 10 tami? 1, 2, 3, 4, 5, bu yoqqa ham 5 ta bo'ladi. Eslatdan chiqmasin, DNKning bitta zanjirida 100 ta nukleotid bo'lsa, ikkinchisiga ham 100 ta. 200 ta bo'lsa, bunisiga ham 200 ta bo'ladi. Doimo teng bo'ladi. Tushunarlimi? Doimo teng bo'ladi. DNKning bitta zanjirida 5 ta nukleotid bor, fosfodiefer bog'lar soni nechta bo'ldi? Tushunyapsizmi? Eshak tushunsanmi? Aniqmi? 4 ta bo'ladi. Eslardan chiqmasin, bitta zanjirdagi nukleotidlar soni nechta bo'lsa, fosfodiefer bog'lar soni har doim undan bittaga kam bo'ladi. Har doim bittaga kam bo'ladi. Xo'sh. Ikkita zanjirda hozir mana shu yoqqa nechta nukleotid bor chizganimizga? 10 tami? Fosfodiefer bog'lar soni nechta? Demak, DNKning bitta zanjiridagi nukleotidlarga nisbatan fosfodiefer bog'lar soni bitta zanjiriga nisbatan bittaga kam. DNKning qo'shaloq zanjirida nukleotidlar soniga nisbatan fosfodiefer bog'lar soni 2 taga kam. Tushunarlimi? Qo'shaloq zanjirli DNK molekulasi da eshtinglar. Bu birlikda sog'lomlikni eslarsa qolib ketadi. 200 ta nukleotid bo'lsa, qo'shaloq zanjirli DNKda yo'q. DNK molekulasi desa, qo'shaloq zanjirli DNK demasdan, qo'shaloq zanjirli DNK demasdan, DNK molekulasi desa, sizlar ikkita zanjirni aytyapti deb tushuninglar. Chunki bitta zanjiri DNK zanjiri deyilmaydi, DNK molekulasi deyilmaydi. DNK molekulasi deyish uchun birgalikda bilish kerak. DNK molekulasida eshitdinglar. Qachonki biz agar bitta zanjirni so'ramoqchi bo'lsa, DNKni bir zanjirida deb savol beradi. Tushunarlimi? Eshitamiz.
DNK molekulasida 300 ta nukleotid bo'lsa, fosfodietilrolar soni nechta? 299, 298 bo'ladi. Shunday DNK molekulasi desam, sizlar ikkalasini o'rayapsizlar, ikkitaga kam bo'ladi. DNKning bir zanjirida 400 ta nukleotid bo'lsa, shu zanjirda fosfodietilrolar soni nechta? 399, ha? DNKning bir zanjirida, eshityapsizlar, yaxshilab eshitinglar. DNKning bir zanjirida 100 ta nukleotid bo'lsa, shu DNK molekulasida fosfodietilrolar soni nechta? Ha? Nima uchun tan berib qo'ldingizda endi? 199. Aniqroq qilmayliklar. Mana qaytib aytaman, men kimdan so'rasam o'sha javob bersin. DNKning bitta zanjirida 100 ta nukleotid bo'lsa, shu DNK molekulasida fosfodietilrolar soni nechta? Sana. Bilaman. 99. Jasur sana. 198. Sana. 99. Sana. 99. Mo'min sana. Xo'sh, Elbek sana. 198. Nima uchun bunaqa bo'lyapti? Sharif sana aytmoqda. Ikkita variant bor. Bittasini aytaman. O'ylab ayt faqat. Ha? Endi isbotlashing kerak lekin. Ha. Ha. Bitta zanjirida, yaxshilab eshitinglar. Bitta zanjirida 100 ta nukleotid bo'lsa, deyapman. Shu DNKdagi fosfodietil bog'larni, shu DNK molekulasini, shu bitta zanjirni so'rayapti, shu DNK molekulasi deb so'rayapti. Tushunarlimi? Demak, hozir qaranglar. Mana bunda 5 ta nukleotid bo'lsa, savolni ana bunga aylantiramiz. 5 ta nukleotid bo'lsa, shu DNKda fosfodietil bog'lar soni nechta? Bitta zanjirida 5 ta bo'lsa, 4 ta bilan 4 ta 8 ta bo'ladi. 99 ta bitta zanjirda sizlarga shu molekulani, shu DNK molekulasini so'rayapti. Tushunarlimi? Bitta zanjirni aytib, DNK molekulasini so'rayapti. Bittasini aytib, bittasini nukleotidlarini aytib, hammasini fosfodietil bog'larini so'rayapti. Tushunarlimi? Qayt, bu narsa muammo bo'lmasa kerak. Bitta narsani eslab qo'ysangizlar, hech narsa muammo bo'lmaydi. Bitta zanjirga nisbatan fosfodietil bog'lar soni bittaga kam, qo'shaloq zanjirga nisbatan, ya'ni butun DNK molekulasiga nisbatan ikkitaga kam bo'ladi. Fosfodietil bog'lar soni 500 ta bo'lsa, nukleotidlar nechta bo'ladi bitta zanjirda? Ha? Qaytib aytaymi? Yo, endi ishlasizlar. Qarang. DNK molekulasida eshitinglar. DNK molekulasida 200 ta fosfodietil bog' bo'lsa, shu DNKda bitta zanjirda nechta nukleotid bo'ladi? Ha? 101. Bular nima aytdi? Ha. Majlis bo'lib yangicha. Qarang. Qaytib aytaman. DNK molekulasida 200 ta fosfodietil bog' bo'lsa, eshitdingizlar? Shu DNK molekulasining bitta zanjirda necha dona nukleotid bo'ladi? Ha? 101. Qo'shilsam shunga. Ha? Bu ham buni aytibdi. Men o'sha shundaymi qani? Isbotla qanaqa? Yo'q, tushunmadik. O'zim tushunsam bo'ldi deysan. Yo'qda. Endi tushuntirqani? Birinchi to'g'ri aytdimi, yo'qmi? Shuni to'g'ri aytdim. Tushuntirqani? Ikkita zanjirda 200 ta
demakki 200 ta fosfodli bog' bor dedimmi? Fosfodli bog'ga nisbatan nukleotid 2 taga ko'p. 202 ta bo'ladi. Butun dengi zanjirini aytyapman. 202 ta bo'ladi. Shunda birisi bittasi bunisida, birisi bittasi bunisida bo'ladi. Tamom? Yoki 200 ni 2 ga bo'linglar, bitta zanjirda 100 ta fosfodli bog' bo'ladi. Shunga bir qo'shasizlar. Yoki xohlaganlar o'zlaringiz xohlayib tanlaysizlar. Hay, demak fosfodli bog' muammo bo'lmaydi. Vodorod bog' ham muammo bo'lmaydi qachon? Soni aniq bo'lsa. Shunaqami? Xo'sh, endi qisqacha bitta narsani aytaylik. Ana bu nukleotid bilan mana bu nukleotid qanday bog'langan? Shu bog'lanishni aytamiz. Endi molekulasini sizga aytmayman, mana bu qisqatni yozib qo'yamiz. Qarang. Fosfat kislota, uglevod, azot asosi. Fosfat kislota, uglevod, azot asosi. Fosfat kislota, uglevod, azot asosi. Qarang, ana buni qalinroq chizib qo'yaman. Bu yog'i bahokazon ketgan bo'ladi, bu yog'i bahokazon ketgan bo'ladi. Ana bu bir dona nukleotid, ha? Ana bu ikkinchi nukleotid, ha? Mana bu uchinchi nukleotid. Yaxshilab e'tibor qo'yinglar. Bir nukleotid bilan ikkinchi nukleotid qanday bog'langan? Bir nukleotidning uglevodi, mana bir nukleotidning uglevodi bilan ikkinchi nukleotidning nimasi? Nima fosfat kislota. Fosfat kislotasi bilan bog'langan. Tushunarlimi? Endi bu nukleotidning uglevodi bilan keyingisining fosfati. Buning uglevodi bilan keyingisining nimasi bo'lishi kerak? Fosfati. Tushunarlimi? Ana shu bog'ga nisbatan fosfodiefer bog' deb aytamiz. Fosfodiefer deyapti. Nima uchun D deyapti? Ikkita bog' yo'q, bitta bog'ni aytyapmiz. Ana bu bog' bilan birga aytyapti. Buni kimyoga bu mavzuda o'tgan payt tushuntiraman. Chunki sizlar uchun efir bog' nima o'zi? Shuni bilishingiz kerak. Hozir ana bu bilan ana buni efir bog' desam, nima uchun bu efir bog'? Bu efir bog' emas. Bu qanaqa bog' hay? degan savollar tug'iladi. Hozircha mana shu fosfodiefer bog' deb tushuninglar. Fosfodiefer bog'. Tushunarlimi? Hay, bu nukleotiddan tepaga nima bilan bog'langan bu? Tepaga nima bilan bog'langan? Ha? Uglevod bo'ladi. Ana. Do'stga gap bo'ldilar. Tushunarlimi? Bizga savol berildi chunki bir nukleotid bilan ikkinchi nukleotid qanday bog'langan? Bir nukleotidning uglevodi bilan ikkinchi nukleotidning fosfat kislotasi. Tushunarlimi? Bu narsani uglevodni olib sinfga o'tgan paytda uglevodni 5 shtrix 1 shtrix deb qo'ygan. Ana bu uglevod mana bu bilan 3 shtrix, ana bu yoqqa 5 shtrix bilan bog'langan bo'ladi. 5 shtrix. Ana shu ikkita shtrixlar diefir deyilgani uchun fosfodiefer deyiladi. Shart emas, hozircha ana bu fosfodiefer deb tushuninglar tamom. Fosfodiefer. Tushunarlimi? Qisqasi nukleotidlar bir-biri bilan bitta nukleotidning nimasi bilan ikkinchi nukleotidning nimasi bog'langanligini tushundik, ha? Xo'sh, mana shular bir-biriga komplementar bo'ladi. Mana bizning bitta zanjir qanday bo'lsa, ikkinchi zanjir teskari bo'ladi. Ikkinchi zanjirni yozamiz. Azot asosining qarshisida azot asosi bo'ladi. Adeninning qarshisida timin. Endi bu yoqqa yozib bilamizmi yo'q? Bunisidan boshlaymiz. Buni o'chirib qo'yaylik, pastdan yozamiz shu narsani. Davomi bor. Fosfat kislota, uglevod, azot asosi. Hozir buni mana bunday yozsak, keyingi sherigini chappa qilib yozishimiz kerak. Qaranglar. Azot asosi, uglevod, fosfat kislota. Ana. Tushundingizmi? Ana bu narsani bunday chappa qilib, bunday qildik. Ana, mana bu narsani bunday qilsak, azot asosi, uglevod, fosfat bo'ladimi? Shuni bunday qildik. Tushunarlimi? Tushundingizmi? Endi bu yoqqa ham azot asosi, uglevod, fosfat kislota. Bu yoqqa ham azot asosi, uglevod, fosfat kislota. Ana endi qaranglar. Mana o'sha qalin bog'. Bu nima bog' deyiladi? Fosfodiefer bog'. Tushunarlimi? Mana bunday teskari ketyapti. Buni tepasi nima bilan bog'langan? Uglevodning tepasi
fosfat bilan, buni tepasichi uglevodlar bilan. Demak, qaranglar. Qo'shaloq zanjirni boshlanish tugallanishi, ana boshlanishi desa, bu uglevod bilan boshlansa, bu fosfat bilan boshlanadi. Tugashiga qarang endi. Bu nima bilan tugayapti? Fosfat bilan, bu esa uglevod bilan. Tushunarlimi? Shuning uchun teskari bo'ladi. Tasavvur qilsam, ana buni shunday qilib teskarisi bo'ladi, chapasi. Mana shunday qo'shaloq zanjir bog'langan bo'ladi. Mana bu yoqqa vodorod bog'. Yo 2 ta, yo 3 ta, yo 2 ta, yo 3 ta. 2 ta bo'lsa bu qanaqa nukleotid? Adeninli, timinli. Yoki timinli adeninlimi? Farqi yo'q. 3 ta bo'lsa guanin yoki sitozin guaninmi? Farqi yo'q. Bu sitozin guaninmi, guanin sitozinmi? Farqi yo'q. Tushunarlimi? Ana shunda bir zanjir bilan ikkinchi zanjir. Demak, mana bog'ni nima deymiz? Ha? Fosfodiefer. Fosfodiefer bog'. Tushunarlimi? Yoki fosfodiefer bilan nima qilib qo'ysak ham bo'ladi. Mana shu. Tushunarlimi? Ana shu fosfodiefer bog'. Ana bu yoqqa vodorod bog' deb yozishimiz shart emas-a? Yo'q, yozaymi? H bog' deb yozaman. Qanaqa bog' desam, H bog' demaymanmi yana? H vodorod ekanligini hamma bilsa kerak. Xo'sh. Fosfodiefer bog'ni tushundik. Komplementarligini tushundik. DNK molekulasidan nima qoldi? Nukleotidlarning og'irligi haqida gapirgan keyin. Nukleotidning og'irligi qancha? 345. Tushunarlimi? Xo'sh. Eslarsa esa oksidning jami massasini bergan bo'lsa, oksid nolisiga. Masalan, yoki polinukleotidda yaxshilab eshitinglar. 12000 bo'lsa, oksid, ya'ni polipeptid zanjirining massasi 12000 bo'lsa, shunda nechta amino kislota bor desam nima qilasizlar? 12000 ni nimaga bo'lasizlar? 120 ga bo'lasizlar. Shunaqami? Chunki bir dona amino kislota oksid tarkibidagi, polipeptid tarkibidagi 120 ta edi-ku. Buni ham deyilgan jami massasini bersa, masalan, necha mingdir deb bersa, nukleotidlar soni aniqlansa, 345 ga bo'lamiz, tamom. Yoki deyilgan og'irligini so'rasa, masalan, 500 ta nukleotid bo'lsa, 500 ta nukleotid bo'lsa, 500 ni 345 ga aytasak, molekulyar massasi chiqadi. Tushunarlimi? Mana shunaqa tarzda savollar bo'lishi mumkin, nukleotidlarning og'irligi haqida. Tushunarlimi? Masalan, kelib qolsa, o'sha payt yana aytib o'taman, tushuntirib. DNKdan qolmagan hech narsa. RNKning tuzilishi. DNKni yaxshilab tushungan bo'lsangizlar, RNK bir og'izgina gap. Tamom. RNK yaxshilab qaranglar. Qo'shaloq zanjirli emas, faqat bitta zanjirdan iborat bo'ladi. Tushunarlimi? Faqat bitta zanjirdan iborat bo'ladi. RNKdagi nukleotidlar xuddi ana shunday sizlarga tasavvur qilinglar, ana shu ikkita zanjir-ku. Bittasini yo'q deb tasavvur qilinglar. RNK xuddi shunday bittadan shunday ketgan bo'ladi. Tushunarlimi? RNK zanjiri shunday ketgan bo'ladi. Ana bu uglevod nima edi DNKdagi uglevodning nomi? Dezoksiriboza. Shundaymi? RNKda mana shu narsa riboza bo'ladi. Tushunarlimi? Shu uchun qo'shaloq zanjirlilarni uglevodi dezoksiriboza ekanligi uchun dezoksiribol nuklein kislota deyiladi. Mana dezoksiribol nuklein kislota, RNK esa ribol nuklein kislota deyiladi. Tushunarlimi? Sababi ana bu RNKning ana bu uglevodi nima? Riboza. DNKning uglevodi esa dezoksiriboza. Riboza bilan dezoksiribozaning bir-biridan farqi bir dona kislorod atomi bilan farqladi. Ya'ni dezoksiribozada kislorod atomi bittaga kam. Shuning uchun dezoksi. Base degani yo'q, oksi degani kislorod. Ya'ni oksilovchi narsa kislorod yo'q. Kislorodsiz riboza deganda bu tarjima qilsak. Tushunarlimi? Ribozadan bitta kislorodni olsak, dezoksiriboza bo'ladi. Tushunarlimi? Mana buni kitobini olsak,
Qanaqa sardor bo'ladi? Bez kitob sardor, ha? Bez kitob, kitobsiz. Tushunaymi? Bez kislorod riboza, kislorodsiz riboza. Dezoksiriboza yo'q. Tushunarlimi? Denga bilan yarinka deyarli bir xil, faqat yarinkada bitta zanjir bo'ladi dedik. Uglevodlardan dezoksiribozaning o'rniga nima bo'ladi dedik? Riboza bo'ladi dedik. Xo'sh. Fosfat kislota ikkalasida ham bo'ladi, faqat azot asoslariga qaytamiz endi. Azot asoslariga. Azot asoslariga ana bu yoqqa uratsilni qo'shib qo'yamiz. Stranglar olib qo'ysam, keyin bu daftarlaringizga qarayotgan tushunarli bo'ladi. Qaranglar. Fosfatsida bo'ladi, bitta zanjirli bo'ladi faqat, lekin bu yarinkada fosfatsida bo'ladi. Uglevod bo'ladi, faqat uglevod dezoksiriboza emas nima? Riboza. Azot asosidan adenin, guanin, sitazin, timinni o'rniga uratsil bo'ladi. Tushunarlimi? Ana bu yoqqa u deb qo'yaman. Ikkalasi o'lcham jihatdan teng, hozirgi chizmamizga o'xshaydi. Faqat ana bu timin, uratsil. Timinning o'rniga uratsil bo'ladi yarinkada. Demak, adenin, guanin, sitazin, uratsil bu nimaning tarkibida? Erenka tarkibida. Adenin, guanin, sitazin, uratsilchi. Yana shu gapni aytdim-ku, nima uchun deyman deysizlar? Buni qaranglar. Adenin, guanin, sitazin, uratsil nimada bo'ladi dedim. Erenka deyapsizlar. Adenin, guanin, sitazin, uratsilchi deyapman, denka deyapsizlar. Yana shuni so'radim-ku. Quloqlaringiz denka deyapsizlar. Denkaga adenin, guanin, sitazin, timin denkada bo'ladi. Tushunarlimi? Yana farqini qaytib aytamiz. Denka qo'shaloq zanjirli, erenka bitta zanjirli. Denkada azot asoslaridan adenin, guanin, sitazin, timin bor, erenkada adenin, guanin, sitazin, uratsil bor. Tushunarlimi? Xo'sh, uglevodda denkada dezoksiriboza, uglevoddan erenkada esa riboza bo'ladi. Tushunarlimi? Yana bitta farqi. Tasavvur qilinglar, endi kattalashtiradigan bo'lsak, DNKning uzunligi mana shu yerdan 3 o'rnaqagacha bo'lsa, stamplarga yozilgan-ku, mana shu yoqqacha bo'lsa, RNKning uzunligi mana shunday, shu yerdan qo'shin uyigacha. Nima bilan farq qilar ekan? Uzun qisqaligi, ya'ni nukleotidlar ko'pkanligi bilan. Nukleotidlar ko'p bo'lsa, uzun bo'ladi, kam bo'lsa, katta bo'ladi, qisqa bo'ladi. Tushunarlimi? Mana shu farqlar. Buni o'qisangizlar ham tushunib olasizlar. Demak, RNK qayerda uchrashini bilamiz. Yadroda uchraydi, sitoplazmada uchraydi, mitoxondriya, xloroplast, ya'ni plastidalar, rog'oz uni kitobda o'qisangizlar tushunib olasizlar qolgan joylarini. RNKni vazifasiga qarab xillari bor keyin. Xillari bor. Nimani tarkibiga kirishiga qarab. Transport RNK bor. O'zi nomi bilan aytib o'tiribdi. Bu transport RNKning tuzilishi qanaqa, nima vazifani bajaradi, qisqacha aytganda, oksil sintezdan aniq-ku, oksil nimalarning birlashishidan hosil bo'ladi? Aminokislotlarni. Oksil hosil bo'lish jarayonida transport RNK shunday bo'ladi, aminokislotni keltirib beradi, yana shunday bo'ladi, aminokislotni keltirib beradi, yana shunday bo'ladi, aminokislotni keltirib beradi. Demak, u tashyapti nimani? Aminokislotni. Shuning uchun transport RNK deyiladi. Keyin ribosomal RNK bor. Ribosomal RNK. Oksil sintez jarayonida RNKga ribosom birikkan bo'ladi. Ana shu RNKni biz ribosomal RNK deb aytamiz. Buni oksil biosintez mavzusiga bitta aytaman qaytib, tuzilish bilan tushuntirib. Keyin informatsion RNK bor. Informatsion RNK yadrodagi DNK, ya'ni qo'shaloq zanjir DNK molekulasida irsiy axborot yozilgan bo'ladi. O'sha irsiy axborotni, ya'ni informatsiya yozilgan bo'ladi. O'sha informatsiyani o'ziga ko'chirib olib, sitoplazmaga chiqarib, oksil sintezda ishtirok etadi. Ya'ni informatsiyani yadrodan, DNKdan oladi. Tushunarlimi? O'zida oksil sintezi teoriyasidagi axborotni saqlagan bo'ladi, informatsiyani saqlagan bo'ladi. U informatsiyani DNKdan olib keladi. Axborotni. O'zbekchasi axborot, boshqachasi informatsiya deyiladi. Informatsiya nima? Ruschasimi, inglizchasimi?
Ha? Izlashni sezmaydi. Ruschaga informatsiya deyiladi. Tushunaymi? Inglizchaga ham menimcha, men ingliz tilini o'qimaganman, fransuz tiliga ham shunday deyiladi. Informatsiyaga o'xshash so'z aytiladi. Inglizchaga ham menimcha informatsiyaga axborotni shunday deyiladi. Sal boshqacha oxirgi yig'imlar mana shunaqa deyilishi kerak. Demak, informatsiyaning eringan vazifasi o'xshash ingliz teoriyasidagi axborotni o'zida saqlagan bo'ladi. Tushunadimi? Informatsion eringan mana shu. Demak, eringan ribonukleik kislota yo'q. Ribonukleik kislotalarni tuzilishini tushundik. Eringan tushunganimizda xuddi shuni bitta zanjiri aslida sizda timin emas gratsil, rezistor bo'lgan riboza, faqat bitta zanjirdan iborat. Tushunarlimi? Endi eringan vodorod bog' degan narsa yo'q, umuman chalkashish yo'q. Nima uchun vodorod bog' yo'q unga? Nima uchun vodorod bog' yo'q? Bir zanjir bilan ikkinchi zanjir vodorod bog' bilan bog'langan bo'ladi. Agar bitta zanjirdan iborat bo'lsa vodorod bog' bo'lmaydi bunga. Lekin qanaqa bog' bor? Fosfodifir bog' bor. Eringan, chunki bitta zanjir. Tushunarlimi? Endi fosfodifir bog'lar soni nukleotlar sonidan doimo eringan aytamiz. Bittaga kam, fosfodifir bog'ga nisbatan nukleotlar doimo bitta ko'p. Demak, ikkitaga unaqa narsa yo'q, chunki u bitta zanjir. Tushunarlimi? Chalkashib bo'lmaydi bunga. Keyingida o'zini ehtiyot bo'lasizlar faqat. Xo'sh. Endi ATF haqida aytilgan. ATF degan narsa mana bunday. Fosfat kislota, fosfat kislota, fosfat kislota, uglevod, azot asosi. Eslarsizda bo'lsa, yadrochani tarkibini, yadro shirasini tarkibida aytayotgan paytda tarkibda erkin nukleotidlar degan narsa bo'ladi. Erkin nukleotidlar. Qarang, ana bu nuklein kislota bo'lsa, ana bu nukleotid, ana bu nukleotid, ana bu nukleotid. Ana shular erkin holatda uchrashi mumkin deyilgan edi. Erkin holatdagi nukleotid ana shu. Tushunarlimi? ATF bu nuklein kislotani bir dona monomeri. Mana shu. Faqat ana fosfat kislotasi bitta, ikkita, uchta holatda bo'lishi mumkin. Tushunarlimi? ATFning tuzilishi azot asosi bo'ladi, uglevod bo'ladi, fosfat kislota. Tushunaymi? Uglevoddan riboza bo'ladi. Tushunarlimi? Uglevoddan riboza bo'ladi. Azot asoslaridan adenin bo'ladi. Adenin, guanin, sitozin, timin bo'ladi dedik-ku. Nimalarga? Azot asoslariga shular kiradi. O'shalardan faqat adenin bo'ladi. Adenin, riboza va 3 ta fosfat kislota bo'ladi. Shuning uchun adenin ekanligi uchun adenozin, trifosfat, 3 ta fosfat borligi uchun. Agar bittasi yo'q bo'lsa, adenozin difosfat. Ana unday bo'lsa, adenozin monofosfat deyiladi farqi. Tushunasizmi? Tushundik-a? Ana shu narsa ATF. Bu ana bu yerdagi bog' juda ahamiyatli hisoblanadi. Chunki ana shu joyda 40 kilojoul energiya saqlaydi. 40 kilojoul. Bu nima degani? ATF o'zida energiya saqlaydigan narsa ekan. Mitoxondriya mavzusiga aytgan edik. Mitoxondriyalarda ATF sintezlanadi. ATF bu energiya manbai deb aytgan edik-ku. Demak, hujayraga energiya kerak bo'lsa nima bo'ladi? Hujayraga energiya kerak bo'lsa, 3-fosfat kislota shunday ajraladi. O'sha ajralgan paytda 40 kilojoul energiya hosil bo'ladi. Keyin organizm shu energiya hisobidan ish bajaradi, vazifa. Qanaqadir funksiya bo'lsa, o'sha funksiyalar bajariladi. Barcha funksiyalar, hujayraning ko'payishi, bo'linishi, harakatlanish, muskullarni qisqarishi, ovqat hazm qilish mana shu. Hammasi. Bu yerda ko'p narsani aytib o'tirmaymiz. Demak, 3-fosfat kislota ajralishi 40 kilojoul energiya hosil qilib beradi. Agar organizmda ortiqcha energiya bo'lsa nima qiladi? Ortiqcha energiya. Ana shu ADF deyiladi. Adenozin difosfat o'ziga bitta fosfat kislotani shunday biriktiradi, o'sha paytda 40 kilojoul energiyani qaytib oladi ortiqchani. Kerak bo'lsa qaytib bajarib chiqarib beradi. Tushunarlimi? ATF demak bu mononukleotid. Mononukleotid. Ya'ni bir dona nukleotiddan iborat. Faqat mana shu fosfat kislotasiga qarab trifosfat, difosfat, monofosfat deb aytiladi. Eng ko'p energiya saqlaydigani bu ATF ekan. Ana bu energiya, ana bu ko'p saqlaydi. Tushunarlimi? Xo'sh.
Mavzu shu edi. Savollaringizni beringlar. Yo'qmi?